Oyi, ko'ylak noqulay, sizga tog'lik qiladi. Quloq soling. Agar Leon sizga chiroyli libos kiy desa, avval o'sha ko'ylakni o'ziga kiydirib ko'ring. Ko'ramiz, o'zini qanday his qilar ekan. U rohi bo'lsa nima qildi, oyi? Avval u o'zini bilib olsin. Shoshmang, oyi. Biror yordam kerakmi? Suhbatingizni beixtiyor eshitib qoldim. Tushunmadim. Baqirayotgandingiz. Meni ishimga aralashmang. Hech narsa qilmadim. Jimgina mashinamda Men ham o'z mashinamda baqiryapman. Bor gapni aytyapman. Nima, tinchlikni saqlash idorasida ishlaysizmi? Bunaqa xizmat yo'q, xonim. Unda bekorchimisiz? Agar siz baqirmaganingizda men jim o'tirardim. Yaxshisi, oynangizni almashtiring. Bu esa mening ishim. Atrofni kaleidoskopdan ko'rgandek bo'lyapsizmi? Oy, menimcha og'zingizni yumsangiz. O'zingizni bitta asalaridek his qilyapsiz. Oldingizda bitta mashina bor, siz esa 18 tasini ko'rasiz. Endi ishimga aralashmang. Oyingizga aytib qo'ying. Uzunroq va keng ko'ylaklar kiysin. Endi oyimni gapirishga o'tdingmi? O'sha rohib esa oyingizni yo'ldan urmasin, o'ziga mos ish qilsin. Nima? Menga nimalama? Tomog'ing qirilib ketmasin yana. Qirilib ketib bo'ldi.